Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Biz yukarıda Allah subhanahu teala'nın fazl ihsanı ve inayet ile tefsir-ül müyesserinin özün dersimiz devam bulup Yusuf suresi 53. ayetke to'xtab qolgan edik. Şuani o'zidan yana dersimizni davomlashtirish tirishimiz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون ولما جهزهم بجهادهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون صدق الله العظيم. Ayet-i Kerime'nin kısaca Uyguruş tercümesi. Men özemni akılmaymen. Nefsi degan narsa haqiqatan yomon ishlarga ko'p buyuruydi. Parvardigorim rahmat qilib saqlagan odam buningdan mustasno. Mening Parvardigorim haqiqatan mag'firat qiluvchidir, nihoyatda mehribondir. Podsho Yusufni oldimga olib kelinglar. Uni o'zimning xos odamim qilaman dedi. Yusuf uning bilan so'zlashayotganda u sen bugun bizning oldimizda haqiqatan martabalik, ishonchli odamsan dedi. Yusuf meni Misr zaminining xazinalarini boshqarishga qo'ygan. Men haqiqatan uni boshqarish yo'llarini biladigan, obdan saqlaydigan odamman dedi. Biz Yusufni Misr zaminida xohlagan joyda turadigan, mamlakatni xohlagancha tasarruf qiladigan qilib yerlashtirdik. Rahmetimizni xohlagan bandalarimizga erishtiramiz. Yaxshi qilguvchilarning ajrini bekor qilmaymiz. Iymon etgan va taqvodorlik qilganlarga oxiratning savobi albatta
bu dünyanın nimetlerinin artıqdır. Yusuf'un qarindoshları kelib, Yusuf'un qishiga kirdi. Yusuf ularni tanidi. Ular bo'lsa Yusufni tanimadi. Yusuf ularga ehtiyojli oshliqlarni tayyorlab bergandan keyin aytdi: Sizlar mening oldimga ota bir ukanglarni, ya'ni Bunyaminni elib kelinglar. Mening oshliqni to'liq o'lchab berganligimni va nihoyatda mehmondo'st ekanligimni ko'rdinglarmi? Agar uni mening oldimga elib kelmasanglar, sizlarga beradigan oshliqim yo'q. Mening yenimga yaqin bo'lmanglar. Ular biz uni otasidan so'rab, sening oldinga elib kelishga tirishimiz. Biz cho'qim mushunda qilamiz dedi. Yusuf xizmatchilarga ularning oshliq setib olgan mol-mulklarini yuk taqilarining orasiga solib qo'yinglar. Ular oilasi qaytib borganda uni to'nib qaytib kelishi mumkin dedi. Ular otasining oldiga qaytib borganda, ey otamiz, Misrning podshohi bizga qayta oshliq bermas bo'ldi. Ukimizni, ya'ni Bunyaminni biz bilan billa avatgin. Shunda qilsang oshliq olalaymiz. Uni biz cho'qim obdan muhofazat qilamiz dedi. Xo'sh. وما أبرئ نفسي قالت امرأة العزيز وما أزكي نفسي ولا أبرئها إن النفس لكثيرة الأمر لصاحبها بعمل المعاصي طلبا لملذاتها إلا من عصمه الله إن الله غفور لذنوب من تاب من عباده رحيم بهم. Bu Aziz Mısır'ın ayali İmratul Aziz. Bu hem de Züleyha deyiş hakkında biraz bunun da cak gap söz varken bu valla Kur'an-ı Kerim'de bu Züleyha diye isim tilgilmaptı. Valla sünnet sahih hem şundak. Bu hem de tarih kitaplarında, bu romanlarda mujna bir meşhur olan bir isim ki. Bu şer'en bu Züleyha diye isim sabit emesken aslında. Muşu jihatdan bu ayol haqida gapirgan chog'da Imratul Aziz deb mush Qur'oni Karimda qanday kelgan bo'lsa, shu bo'yicha akilishimiz eng loyiq, eng savobga yaqin ekanda. Buni bir askartish to'g'risida deb qoldim. Imratul Aziz dediki nima deb, men o'zimni pakiz deyamayman. Va men menicho o'zimni oqlayolmayman. Chunki mendan bir nafsi bor demakchi. Chunki nafs degani o o'zining sahibiga bir usul ishlarni, yomon ishlarni qilishga, uning lazzat ishtahasini qondirish, o'zining lazzatini talab qilish yuzasidan o'zining sahibini bak yilqi ko'p ishlarga mandaq yomon ishlar buyuruydi. Lekin Alloh saqlab qolgani bundan mustasno. Cho'qim Alloh bandalardan tavqa odamning gunohini bak kechiruvchi va ularga bak mehribon. وقال الملك الحاكم لمصر حين بلغته براءة يوسف جيئوني به أجعله من خلصائي وأهل مشورتي فلما جاء يوسف وكلمه الملك وعرف براءته وعظيم أمانته وحسن خلقه قال له إنك اليوم عندنا عظيم المكانة ومؤتمن على كل شيء. Bu Mısır padişahı hakimi. Bu padişah dedi ki bu kişiye Yusuf Aleyhisselam'ın nayeti iffetlik, şermahaya, muşundak ikelligi bu kişi getkendiğin kin dedi ki ma onu epkilinla. Ben onu özümün has adamlarından kılınman. Ve onu menço menin məsləhətçilərimdən qatardan qılınmandı. Yusuf Aleyhisselam kelgan chaqda bu podsho Yusuf Aleyhisselamga gap qildi va Yusuf Aleyhisselamning iffetlik, sharmayalik, shundoq pak pokiz temiz odam ekanligini tunidi.
ve Yusuf Aleyhisselam'ın şunda emin bu amanet hakkında şunda favqulodda yuqori bir örneklik katta ekanligini bildi ve ahlakının güzel ahlak ekanligini bildi. De bilgandan keyin dedim deb bu podsho bu ahvolni boyqab bo'lgandan keyin Yusuf Aleyhisselam'a nima dedi? Cho'qim sen bugundan e'tiboran bizning qishimizda nihoyat o'rning, maqoming, mansibing yuksak va har narsaga sen ishonchli odamsan deb bunga alayda bir martaba berdi. وأراد يوسف أن ينفع العباد ويقيم العدل بينهم فقال للملك اجعلني واليا على خزائن مصر فإني خازن أمين ذو علم وبصيرة بما أتولاه. Yusuf Aleyhisselam bendelerge fayda etkizishini o'yladi ve bendeler ara adl adaletni turg'izishni mushni maqsad qildi. Şu sebeplik padişahı dedi ki meni Mısır ambarlarga meni bir vali qilgan bo'lsa, bütün Mısırның açlık san ambarlarga meni bir vali qilgan. Çokum men bo'lsam naiti ishonchlik ambarchiman. Hem naiti bilgi sahibi, yani bilim egisi ve tecrübe mandaq uzakni ko'ralaydigan mandaq basiratli odamman. Nimaga bima tavallahu men egvogan xizmatga. وكما أنعم الله على يوسف بالخلاص من السجن مكن له في أرض مصر ينزل منها أي منزل شاء يصيب الله برحمته من يشاء من عباده المتقين ولا يضيء أجر من أحسن شيئا من العمل الصالح. Qandaki Allah subhanahu taala Yusuf Aleyhisselam'a bu turmudan kurtulduğanlıktan ibaret bu nimet ata qandak nimet ata kıldı Allah subhanahu taala Yusuf Aleyhisselam'a ve Yusuf Aleyhisselam için Mısır zımnida xalığa yerge yerleşishdan ibaret bu xil imkoniyatni berdi. Allah öz rahmetini taqvo bendilerden xalığa adamımızga berdi. Allah yaxshi amallardan hech qandaq bir yaxshi chiqqan kishining ajri mukofotini bekor qilyotmaydi, zayo qilyotmaydi. Wala savabul oxirati indallohi a'zamu min savabid dunya li ahli al-imani wattaqwa allazina yakhafuna iqaballah ve yuti'unahu fi emrihi ve nehyi. Elbette ahirette alınılan savab Allah'ın huzurunda ehli iman ve takvalar için dünyanın savabıdan elbette nesselep çoğun ve katta. O ehli iman ve takva egeleri kim dese bula Allah'ın azabından korkulgalatı, Allah'ın buyruk ve çeklimlerine itaat kılgalatı, boysunlugalatı. Ve kadime ihvatu Yusuf'a ila Masra بعد أن حل بهم الجدب في أرضهم ليجلبوا منها الطعام فدخلوا عليه فعرفهم لقوة فراسته وذكائه ولم يعرفوه لطول المدة وتغير هيئته. Yusuf Aleyhisselam'ın kaldı 10 akılları Mısır zımnına kirdi. Ularning bu Kenan zemini da hazır parasındaki Kenan zeminideki bu ularga açarçılık, qahatçılıkni ibaret bu Allah'ın bu azabı düşkendiğin keyin ularning usubu qahatçılık düşkendiğin keyin Mısır zeminiga kirdi. Nima uchun bu Mısırdan bir oshq tuzukni epkasin uchun o'zining xotin balvaqlari oilasiga appasin uchun. Unda bu Yusuf Aleyhisselam kışa kirgen çağda Yusuf Aleyhisselam onu tanıdı. Nait onun yüzünki akıl parası, nait uşağı, zekalarınki uşağılığının ne kadar boğadığını cahtedin. Yusuf Aleyhisselam ulanı tanıp aldı. Ama ula Yusuf Aleyhisselam'ı tanıyamadı. Nemişka arada uzun müddet ötkeşke ve Yusuf Aleyhisselam'ın ve başka akıllarının hemmisinin degendek heyeti
yoki Yusuf alayhissalomning hayiti o'zgarganlikni jihatdan, o'zgarib ketganlik jihatdan aqllari to'g'riyanmadi, ammo Yusuf alayhissalom to'g'ri oldi. وقد أمر يوسف بإكرامهم وحسن ضيافتهم ثم أعطاهم من الطعام ما طلبوا وكانوا قد أخبروه أن لهم أخا من أبيهم لم يحضروه معهم يريدون شقيقه بنيامين فقال ائتوني بأخيكم من أبيكم ألم تروا أني أوفيت لكم الكيل وأكرمتكم في الضيافة وأنا خير المضيفين لكم. Yusuf Aleyhisselam ularni yaxshi mehmon qilishga buyurdi va ularni uchun nihoyat qattiq yaxshi eslik kutdi. Ularga bu izlab kelgan bug'doy va oshliqdan iborat talavga yarasha berdi. Bular bu vakanu kad axbaruhu va bular bu Yusuf Aleyhisselam'a xabar qildi nima deb ular uchun o'zining yana bir oti bir qarinishining borlig'ini ammo uni o'zlari bilan akalanmaganligini bundan Bunyamindan iborat Yusuf Aleyhisselamning bir tuqqan qarinishini maqsad qilmoqchi dedi. Buning borlig'ini dedi. Yusuf Aleyhisselam dediki, unim akalanglar meni qishimga sizlarning oti bir qarinishinglar unim akalanglar. Ko'midingmi? Cho'qim men sizlarga bu kemce ölçemlerini uzun kamil belgeligimni ko'mdimmi? Sizlar men alayda bir mehmon ziyofat qilganligimni ko'mdimmi? Ukanlarni akalanglar. Men bo'lsam sizlarni nihoyat yaxshi kutadigan bir odam emasman. Faillam ta'tuni bih falaysa lakum indi ta'amun akiluhu lakum va la ta'tu ilayya. Eğer o Bunyaminni men qishim ikkinchi akamisanlar sizlar uchunchi men uni sizlarga o'lchab beradigan taom degan narsa yo'q. Va meni qishim ikkinchi dasiga cho'mmanglar. قالوا سنبذل جهدنا لإقناع أبيه أن يرسله معنا ولن نقصر في ذلك. وأكلر ديش başında biz barlık tırışçılık görürsünüz. Onun atsını, onu bizle birlikte evet için, atsını kanaatlandırış için. Liqnai abi yani atımızın demek onun atsını kanaatlandırış için. Çünkü bu favqulodda yaxshi ko'rganlikin Yusuf alayhissalomning ham shu asosini yedini bir necha yillik g'oyib bo'lgan muddatda Yusuf alayhissalomning yedini shu inisi Bunyamindan olganligi uchun yenili bo'limi shu ko'na qoidasi ko'na xuy bo'yicha bu o'zining otasini o'z otasidek ko'rmay xuddi ikkisining otasidek bilib shuni o'zining uning otasini qanoatlantirish uchun biz barliq tirishchilikni ko'rsatamiz. Onu bizden bile evet üçün bo'lgan bu haqda bo'shashmaymiz va sal qarimaymiz. وقال يوسف لغلمانه اجعلوا ثمن ما أخذوه في أمتعتهم سرا رجاء أن يعرفوه إذا رجعوا إلى أهلهم ويقدروا إكرامنا لهم ليرجعوا طمعا في عطائنا. Yusuf o'zininki xizmatchilar uchun shuni deydiki, ular bu olgan bug'doy oshninki pul mollarini biz qoldirib qo'ygan pullarning o'zini ularning mol mata yuktaxlarining qatoriga maxfiy tiqib qo'yinglar bular bilmasin. Nima uchun? Umidki ular o'zining oilasi qaytib borgandan keyin bilsin uchun. Onun için ular bizniki uların şundak bir hürmet kılıp mehmanxonligimizning qadr qimmatini bilsin uchun maxfiy yuqtaqning ichiga ular bizga oshliqni muqobilda qoldirib qo'ygan bu oltin kumush u bu degandek pullarning o'zini shu yuqtaqlarning qatoriga tiqib qo'yinglar. Ular liyarji'u tama'an fi ata'ina. Ular yana tamaqın ikkinchi bizniki yana sovg'a bu xil hadiya. Bu bizning bu aşkını berganligimiz berishimizni yana shuning tamasida yana qaytib kelsin uchun. فلما رجعوا إلى أبيهم قصوا عليه ما كان من إكرام العزيز لهم وقالوا إنه لن يعطينا مستقبلا
إلا إذا كان معنا أخونا الذي أخبرناه به فأرسله معنا نحضر الطعام وافيا ونتأهد لك بحفظه. Ola ken anığa qaytып bağan çağda bularço sözlep bädde bu nimige atsıga bu ulanı Aziz Mısır'ınki bu alaydı mehmanqallıqdan ibaret bu vaqalikni atsıq sözlep bädi. O dedi ula bundan kim bizge Hakkatla kardeşimiz sana digendek Bunyaminni bille evesen kuş koysan onun dinkin bir gam boldu. Bolmasa mundan kim bizge bir nas asla hiç bir nas bermeydigan boldu. Onda hoğaç bizlen bille Bunyaminni kuş koygan. Biz bir tuluk cık bir tamak yani aşık tuzluk dağınlık mahsulatlarını yiyerek nasıl ep gelsek. Biz sen için o Bunyaminni muhafazat kılıp astıraşta alayda vaat verimiz dep. Hoş. وما أبرئ نفسي ديك واو واو استئنافية بيجي أت بي أوبامامس واو واو استئنافية جملة başka bir cümle bu mu ayrım cümle iptidaiye. وما أبرئ nefsi bunun da biraz zihnimil vaken bazıları bu kelimenin üzerine Züleyha'nın ki özren İmratul Aziz'den ki sözü diğerleme baken ve bazı yak Yusuf Aleyhisselam minadı diye diğerleme baken lakin ma tefsirinin özü de yani şu İmratul Aziz deyilip de muşun tercükan olsaydı. Ama buna da zihnimil vaken erceh göz karaş muşu İmratul Aziz sözü Ubari'u nefsi innen nefse la emmaratun bis-su' degan bu İmrat Aziz'in sözü depti. Şunu hikaye kan bu Yusuf Aleyhisselam'ın sözü emas dep. Emmara bu amira deminde innen nefse la amiratun bis-su' deminde. Yani emmara faala bu sığ mübalağla keltide. Çünkü nefs yani o soluşku bek buyuruydu. Lakin Allah rahmı adam bundan başka. Demek nefs degan qandaq bir adam bir işni qilmoqchi bo'lgan bo'lsa, nefsi aralashib, o nefsi aralashgan ishni zat buziladi. Qandaqda bir ishlar, muomalat olsun, ilm sadif olsun, sulhi olsun, qandaq ishlar olsa, nefsini oyoq qarib qo'yib turib anandaki hey nefs aya turuptu deb xolis bir ishlarga tavajjuh qilmasa nafsla aralashgan ishlarni arqandagi buzildigan gap. Yani bu yerda bu ayol deydi nafs degan usul yomon ishlarga bak buyuruydu. Onunla buyurursa sal qarab qolmaydi deb. Bu nafslan birlikda shayton bilva odamga degan. İkisi birlashib shunday qilib harakatga boshlagan gap. İlla men rahime. Lekin Xudoyim saqlab qolganlar, rahim qilib qolganlar bundan mustasno. Ee, Xo'sh, bugun vaqt itibori bilan mashada kifoyalimiz darsimizni. Alloh xohlasa davomi to'g'an bo'ladi. Va axiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin.